xohlagan mazhabda yurishimiz to'g'rimi? Jamiyatda shunaqa savollar ko'pki, bugun bizga mazhab kerakmi o'zi? Abu Hanifaga ergashish asoslimi? Ro'za paytida og'ziga pashsha kirib ketdi. Yutib yubordi, nima bo'ladi? Mazhabga murojaat qilaman. Aslida muammo bir mazhabga ergashishdami? Qur'on va sunnatdan hukm olishga kim haqli? Qur'onda hamma savolga javob bormi? Qur'onda topolmasang-chi, hadisda topolmasang-chi, demak yo'q bo'lishi mumkin ekanmi? Dalilsiz ergashish joizmi? Maqsadingiz haqni topish bo'lsin. Mazhab boshliqlariga, ulamolarga ta'na qilmasin. Rahmat olsun. Bugun anglamasak, ertaga kech bo'ladi.